Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, xonimlar, efendiler. Assalomu alaykum hurmatli rahbarlar, kasbdoshlar. Assalomu alaykum urug' tuqqan qarindoshlar. Dilshod Roydindan, Muhammadjon Ro'saiddan, Amina Abdulladin sizlarga samimiy salom, oliy ehtirom. xalqimizning shu bitmas tugmas kulki g'azinasini jig'aylab, xalq ichidagi kulki chaqchoq, latifa, qo'shiq mohirlarini bir yig'ayli deb, Shu orqali xalqimizni yangi kulk xurishlari bilan ta'minlab, hammalarning umrini uzartayli deb. Mana bu Latifchilar klubini qurdik. Shundoq, Latifchilar klubi har vaqt sizlarni qizg'in qarshi oladi. Mening gapim bor. Mushuk o'tagan ko'pchilikning bir talabi bor. Oldi bilan o'zinglar bir mahorat ko'rsatib qilinglar. Qanday qilishlar ko'pchilik to'g'rimi? Bo'ladi. Sizlarni kuldirish biz uchun sharaf. Unda sizdan boshlaylik. unda cho'ng o'g'andiki. Ma'qul. Ikki do'st ekan. Bir-birisi bilan paranglashib qopti. Birisi debdi-da, "Adash, bizning shu uydagilar faqat menga g'amxo'rlik qilmaydi. Menga faqat ko'l bo'lmaydi" desa. Og'asi, "Ey, yolg'on so'zimigina. Bu to'san zukam bo'lib qilib, gradusing 40 chiqib ketgan vaqtida uydagilar uni hammasi karotimni o'tib bir kecha o'lishdan qardigo" debsiz. Menga va u vaqt bizning uyda par to'xtab ketganda ular o'sunug'lik ekan degan. Bir yuzda buğday pishgandan keyin xaman tepdi. Birisi ha deb xalqning buğdayini o'zining tag'ira qo'yapti-dek. Birisi kelib, "Ey, bu xalqning buğdayini nima bizning tag'ira qo'ysansiz? Men yerim sarang. Sen yerim sarang olsang, o'zingnikini nima xalqniki qo'ymaysansiz? Undaqda men butunlay sarang olqamam" dedi. Hem son keldi. Anina keldi sizimdan. Sen baba, bizning mard bilan obraz yaratib, buni tomosha bilan kuldimamsan. Haqini. Bir shahar vakanda, nayt güzel shahar ekan bu. Bu shaharning faqat bir darvozasi bor ekan. Bu shaharga lekin oqsoq sulab, meyib, unda boshqa odamlarni kirgizmaydi ekanda. Kirgizmagandan keyin bir kuni bir to'ku, bir dok, bir tanda gildingmash. Uchchi bu shahar kirib boqsaq bo'ldi deb uyan o'ylanibdi, mayan o'ylanib, maslahat qilib uchchi bir amal tepdi. Bu bir kuni qarab tursangiz, to'ku amal tepdi buni. Adash, bu chapaqini apirib aşu qo'riqninki aşu darvozaning oldiga shundalik qo'yamiz. Men erkak hamma ulab mangislar desa, ma'qul deb bu maslahatlashibdi. Shunga darvozaning oldiga kelib, chapaqini yerga shundalik qo'ysaylik faqat tok shaklab manganiki, eliq to'ka atib baqaning keyin bu dasaydikanman. Bu dasaydikanman. Bu dasaydikanman. Bu dasaydikanman. Bu kirsa dot aning keyin demapti-da, dot munduq haqina deb mangatdi. Manga diga gildingmash hammaning keyini bunda turib, "Dasyamni qo. Sizga keldi, yaxshilar, naydi? Manga? Uy, men nima demdi? Ha, dapiram. Mehmonlar desin degan. Qo'shaqdim bu. Qo'shaqma? Bo'pti, qo'shaq deyapsiz. Hamma odam xo'sh bo'lsa, kulkilari qo'sh bo'lsa, yana kelib bu kulka yot emas, tinish bo'lsa. Kuldiga yeri yo'q ne bular? Urug' tuqqan qarindosh, chim tugilgan mush bo'lsa, tang sayrgan qush bo'lsa, kulkilari qo'sh bo'lsa, qandaq? Hech qanday mush bo'lsa, qush bo'lsa deb baqanqa mushlaydigan yo'q. Kuldig'ini demam tushgan mush. Amilam. Siz yaxshimi tomosha bilan kuzdirgan qo'shaqni o'tmabsiz? Kuzdirgan qo'shaq 32 kishi chiqadigan bunda. Ha. Akşam oynagan bağda altın üzgüm qattı. Üzgümanglar, sormanglar. Saqchiq ma'lum qilib qo'ydim. Yaxshi, ulandika. Ha, bo'ldika, karimlikqa. Qanday bo'ladi? Yaxshi. Endi boshlaysanlar. Rahmat. Unda qo'yaylik. Voy, ko'chatga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men avval tichiq salomat Salomatullah. Men o'zim azizona Qashqa diyoridan keldim. Xo'sh, unda qolsa, mushu maydonga o'tib. Shu Latifchilar klubi qurilib tikin deb anglab kelishim.
Qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Qani. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Hammanglarning Qurban hiyitingizlarga muborak bo'lsin. Men haberlarga bir ikki yumur etib, bir xushal qilib o'tay. Bir baqqal ustam bir bizningki jutdiki baqqa kelibdi. Bog'lar bilan bog'ni arlab ketib etib, mevalarga ko'z yuguritibdi. Da yuguritib mansibma turib, sizlarning bu bog'ning mevasi bak kichikkan, bak ushoqkan. Bizning jutdiki bog'ning mevasi bak yo'g'on. Encir degan legendek, shaptul degan tumoqdek, uyrik degan bilyardning teshidek bak yo'g'on. Deb gapni qilib meni o'tib, dövlab qo'ygan tog'zi putlashib ketdi. Bog'van baqqal ustamning umrisi tok urib qo'yib, ko'zini qaylab mangala, üzümlik destek sormasa yana. Bir adam safada o'ltirib, qo'lida tizginak bor. Xiyol surib ketibdi-da. Mush minutning ichida 1 kilo qo'y go'shti olsa, qozonga sep qo'ysam, sebzi chamg'ollar bilan pishirib yavasam, mangzum degan val qilib ketsa, voy deb xiyol surib o'ltasa, qo'shnisining bolasi chini ko'tarib kirib qopti. Aka bir dadam silni bir sho'rib sağan bo'lsa bir bishini suydim basim debdi. Yo, aqasingning dadi bishnasi xiyolni qilolmaydi endi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy. Ma qasalarni bo'lsimi va? Ben yumurtindan berme. Yumurda? He. Mushuni birni chiqadiganini qildi, ko'rib qolganmi shuni? Kela. Amin Alloh deysa. Assalomu alaykum mehmonlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Imron Odiljon. Men sizlarga tuanda yumur so'zlab beray. Bir kuni bir muallim ikki o'quvchisidan savol so'ramoqchi bo'libdi-da. Bir o'quvchi ustiga, yana bir o'quvchi o'tganda, usta o'quvchi moyoq chaqirib, "Men senden savol so'rab baqay. Lampishkin kim kashf qilgan?" Edison debdi. Radarni o'chirdi. Kiyori xonim debdi. Yanni tashishkin kim bayqagan deb. Newton debga to'g'rasa yuzim o'raldim. Chiqsam bo'ldi desa, ishni shundoqli chiqishiga liqitib bal jugrabli kelib, "Dada, senda qanday savollarni so'rdi?" dedi. Men sana javobini deb beray, shuni desam bo'ldi. Birinchi so'rgan savolga Edisonda, ikkinchisiga Kiyori xonim, uchinchisiga Newton desam bo'ldi desa, ma'qul deblik kirketdi-da. Malum men senda savol so'rab baqay. Senin dadan kim desi? Edison debdi. Opang chu desi? Kiyori xonim debdi. Ya bu gaplar sen kimga gapdi desi? Newton debdi. Vallahi sen yumurni layık yaxshi etding. Ama senin hozirgi vazifang yaxshi o'qish. Sen davomli shu yumur etish maratini davomlashtirgin. O'qishing yaxshi o'qi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Özünle nerede sorayımız ki? Sakrab tushdim karvatdan, choydan deymiz navatdan. Mendan ahvol so'rasangiz o'zim keldim avatdan. Assalomu alaykum. Bu o'tgan inson bir tuqumga ko'rishlamsiz? Inson bir kelgan. Nimada intam bermoqsiz? Quribsiz klubni inson bir deb keldim. O'zim to'qqan qo'shoqni mehmonlarga aytib keldim. Uchrab qol sirdoshlar ancha-muncha deb keldim. Yaxshi. Hepsi boshlan. Eriq bo'lsa, cho'ng bo'lsa, sulri yaqin bo'lsa, bugünkidek ayemde tıkkallar yıkayım bolsa, kızıp ketdi bu ayem, oynap ketdi karamet, muşunda kutluk ayemde seninle bolsun salamet. Hep ayemde bayramda kimi koşal külmüsün, çeptiğinler çavakni kılıbınız güllüsün. Rahmat. Rahmat. Aman yaxshi qo'shaqib girdi. Assalomu alaykum. Voy, Abdullah Haman, qancha keldingiz? Yaxshi salat Abdullah. Akşam geldim. Nima kelgina? Nima deydi amışo? Yumurtalar yat, latipchilar klubi qurdimda. Ay yaqaysiz, latip shu, lappachilar klubiga kelgansiz. Ya ukam, latipchilar klubi deydi. Latip so'ziga keldingiz. Bir qatnash baqayda. Naq misha shu ayna. Dilshod kam intamati. Voy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Undan keldingizmi? Bu sizlar
Neçe vaqtinizda imtihon berib jutlarda hamda imtihon haqida qoplar. Ha, shundoq Yaxshilar bu klubni qurib. Men shuni anglab xushalligimda sizga imtihon beray deb keldim-ku. Ay, sizni imtihon ma'nolamdi, lekin sizni qizg'in qarshilamiz. Tomoshabinlarni kuldirib. Oy. Assalomu alaykum qarindoshlar. Oyiminglar muborak bo'lsin. Mening ismim Ahadbek Qodir. Men Xotan diyardagi har millat xalqining salomini sizlarga olib keldim. Rahmat. Bir uyda bir xotin, ikki bola, 4 odam bor ekan. Dadasining ustida ketishi faqat yo'q ekan. Anasining aslida ketishi faqat yo'q ekan. Bir balasining og'zi yanga, bir balasining og'zi yanga ekan. Bola kechtiribdi tamoq yeb, o'ltasa tuyuqsiz tok ketib qopti. Shuning bilan bola bir tal shamni yo'rtib qop, sham yo'riqida tamoqini yeyib, tuyuqsiz yana lappi tok ketdi. Anasi shamni o'chirib o'tay deb Voycan, dadasi sizlarni o'chasizlar shamni. Bilaman, sen bir itiyor maşallah. Ne yapar? Ay, ustamay şey itiyor mu ne? bu to'rtaylan bu shamni faqat o'chiranmay, qo'shnisini shamni o'chiribmaslar deb chaqiribdi. Qo'shnisi kiribla shamni chimdibni o'chiribdi. Ha, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Amg'aysiz qana. Salom. Assalomu alaykum. Qadrli oyim aqli, hammanglarning qurboniyatinglarga muborak bo'lsin. Men bunisi latifa yumurlarni so'zlayman. Mening aloyidligim shu taq-tuqqa, danqan tuti gapga azroq aloyidligim bor. Shunidan sinab qolsam qanday deysizlar? Ha, yana timikan bor. Danqon Qo'da bezing. Qo'ldan gapni boshlaveray. Yana timikan. Shuni bilan u panzavut qapasimi, mixva bu yog'ochni tilanmaymiz. Bu panzavut qapasimi, mixva tilanmaymiz degan ekan. Nima deysiz? Desa bu siz tuyilgan chelakka yana iqvatdi-ku. Degan buni bizga deb bermang. Siz san'at o'mak yurib demamsiz. Birer tal tavuz degan xam chiqib qolmamdanda. Desa, muzeyni o'zamab qolib bunda bo'lsa, deb shuni bilan uyaga borsaq, uyadagi nima keldingiz? Dedim, "Usta, paxsatni kelgan." Desam, "Uyingizda kuma yo'qmi-te?" deb shuni bilan ishkor bo'lsam, menda churib beliqni, ammo cho'nglab otning unda jugog'ini ko'rib boqmabdi ekanman. Shuni bilan 20 metrda ko'ldi, qiliq yerdan suv chiqmadi. Chiqmagan ekan, men dedim, "O'gizdagi qoni, sen o'ylig'i churibdi. Senlar bilan men teshig'i to'shib olsam bo'lmamdi" desam, uning sotning unumaydi. Albatta, besh qaydigan bo'lganki, arqalanda mang'ich poyezdda men sonmamdi. U shikariq suni bir xotin kishi qanday tutdi? Desa, qansasa o'ngshib qoladigan bola bo'lsa. Dedi, qansasa o'ngshib qoladi deb 5 moyaning hammasiga chilg'an say terib o'tgan bormi? Desak, hozir chiqarisham qaqirib ketdim. Rahmat. Buni bilan hozircha kaltisham qaqirib kiyib turing. Keyin men yengisini olib beray dedi. Men unumayman uningga, mening tishim qanday bo'lsa shunda tishini sapirsiz siz. U hozir bir yalik deganda 500 qo'ydim kam qo'limasa. Dedi, unda ishkatlashtirmay tatib oldigan to'qonni nima bor deb bozorga keldim. Astalik dedim, akapadim. Yanchoqlik dedim, akapadim. Unda xamanga o't qo'yibdi deb 3 yosh qoldim ko'rsan qanday bo'ladi? Desam, siliq suvoqni qilib olsak deb bitgan o'ytursa. Agar tushib ketgan tishingiz 6 savg'izib bermay qolib qolsam, gapingizni qilmamsiz desam, u satishganimni chechimni yasatmasam endi ham deysiz. Deb shuni bilan men Shinjong yog'och material zavodi qarab qolsa, iliq yog'och tasha tilib yetibdi deydi. Rahmat. Voy! Assalomu alaykum. Qanday turibsiz? Hozir yaxshimi? Latifchilar kulib ichilib deb anglab, kalı qopni yesam kam bunun intan qo'shib ketdi. Avu Ürümçide Dilşat Raid'in bilen Ruh Said'nin oğlu birleşip bir latifçiler kulüp içipti.
Aşının baray degen bırak ma 80 yıllık doyumlu kıldırgan bulup kaldım, aldıraşıp kaldım. Tudahu işkiler berip kilingla dedi. O krani kim boş okulda olsa? O Tudahu'nun krasını özen götürme. Nimişke desen onun yerin bile tanıdı. Şoňymyz bir intan bir taqaýyp gidip kelgen. Rahmat. Sizlerden intam alandık. Şertsiz kabul kılımız sizler. Şunda olsa biz kaptimiz köpçilik bir narsa ladibirimizni aytib bersak bola. Boludu. Qanaqanı merhamet. Men deyman. Men deyman maşina haydashni ancha bilib ketmayman. Bir og'inam haydab baq deb mashinasini berdi. Shunda tutib oldi ekan menda bo'ldi. Mushta ketib qolsam bir to'p to'qola o'tni otib kes, 3 ketib qoldi meni qiyadan. Şunu to'xtatib bir amal qilib tushsam, munda bir mekan munda bo'lib qopti. Bu qanday qilaman deb mekonni ko'tarib borsa bir kichik bola o'ynab ketdi. Meklasa qanday meklasa? Deb keldi. Bu mekan sening emas. Yo'q, bizning bunday yapılaq mekanimiz yo'q. İsamkam kayfiyatı kelgende şunda qiziq gaplarni kutdi. Ba'zi kayfiyat bo'lmasa, juyum o'tirib oldi. Unda vaqtlarda Ho'jada ham chaqchaqchilar ba'zilari teriktirib, bu odamni qiziq gap anglaydi-da. Bir kuni jimmida o'tirib oldi bu odamning bir oromchilik chiqib, qanday oldi uqmaymiz. Shunda Vali Davud bir asqatlarning kadrga sen gap qila, gap o'tib qo'yibdi. Ey Isamka, sizni qalaymaqa yumur deb yurdi deydi-ku. Men qalaymaqa yumur demayman men. Ömrümde bir dikkat kılma, hiç qanday qalaymaqa yumur demedim. Ay sagitlar deb bana döngeydi ukam. Degende. Yo qalaymakan demang jimo, qalaymaqa yumur desiniz. Biz ma kadrlar chiqibdingiz bir o'ta kitkimiz. Vak. O satqatlamning kadrimi gidis mozduzmanim ma o. Bir qiz yo'lni o'tib ketib qolsa, bir bekat alab adash do'q turibdi-ki, böyle qiz qarab qo'yibdi-da. Böyle qiz anglab qopti. Kim o? Ey, hozir menga qildingmi? Men qachon sizga qildim? Ey, sen qilmasang men qildi demdim. Angacha bir saqchini boshlab ketdi bu qiz. Qarama, men ketib boratdim, men mayaqdim. Men bunga hech nima demagan. Ketmasam bekatim, men qarab yurdi. Ey, sen men qizga qildingmi? Va men, ya qo'y, qachon sizga qildim? Voy, sen qilmasang bu qildi demdi. To'xtasang, dedi o'tirg'izish kerak. Bu qiz yo'ldan o'tib ketayotganda, bu bekotalar bu qizga degan xatni topolmay turib qoldi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz tomoshabinlar, hammanglarning qurbayitiga muborak bo'lsin. Biz har qaysimiz bugungi Latifchilar klubiga o'zimizning ozgina ko'ngil sovg'alarini olib keldik. Isamkam bu Latifchilar klubining to'rda ko'ribdi-ki, bizni 5 kun burun mengishga tayyorlik qilgan, biroq qadam qisqa bo'lganligi uchun bugun orol yetib keldik. Mana G'uljiningki xalqi alomat qiziqchi, alomat odamlarning to'pidan qiziq gaplarni topadi-da. Mana olimpik musobaqasi tugagandikinlar, keyindan meyiblar tantarbiya musobaqasi bergan chog'da ben Ürümçide bo'lib qoldim 15-20 kun. Bularning hammasi voy Tudoqu yo'qolib ketdi desa, mushunda meyiblar tantarbiya musobaqasiga basketbol o'yiniga ketibdi Tudoqu. Gap qopti-da. Borsam o qanday bo'ldinglar dedi. Va nimani qanday bo'ldi desam, sizlar mushunda meyiblar tantarbiya musobaqasiga basketbol o'yiniga ketib ekansizlar dedi. Va birinchi bo'ldik. Sen bana senin boyun gargı yetmese dedi. Hükümet adilken man kelgende garını yıkıp verdi dedi. Qisqagina vaqt ichida nurg'un yurtlardan az mehmonlarimiz kelib, bizga imtihon berdi. Bu xabarni anglamaganlar qanchalik, yo'lda kelayotganlar qanchalik anglatdi. Biz ezeldiler külük şakçak amrak. Yumur tuygumuz kişilik. Her kandak vaqtda, her kandak muhitda. Külük çakçaklarımızı davamlaştırıp kelgen xalq. Shundaq, bizning kulki chaqchaq maillerimiz avlod izbis yetishib chiqdi. İşimiz bu isil ananimiz mangu davamlashqisi. Biz har qanday vaqtda kulib yashaymiz. Kulki chaqchaqimiz mangu davamlashsin.